Videolarimni tagiga bitta mashinnikcha yozibdi. Bu mashinnikni aytishi bo'yicha bu nimaga kirasiz, короче, qanaqadir pul tikasiz, nimadirlar qilsangiz sizga YouTube chiqar ekan. YouTube'da короче u 1 yilning ichida короче u moshina olgan, iPhone 17 olgan, uylarini tuzattirib olgan shunaqa ekanda. Fantastika aytyapti-da, короче. Bunaqa nimalarga men javob yozib qo'ydim, ko'rsanglar bo'ladi videoning tagida. O'sha nimaga o'chirib tashlamadim, spesialniy nimaga odamlar bilsin bunaqa mashinniklar qanaqa qilib ishlashini. Hozir nimasini akkauntini ko'rib chiqamiz, sizlar bilan obzorni qilamiz. Akkauntida o'zi hech narsa ham yo'q ekan. Bunaqa odamlarga umuman ishonmanglar. U pul tikasan, mana unaqa bo'ladi dedimi? Yo piramida bu narsa, piramidani bilasizlar, ko'pchilik o'sha tushunib oldi odamlarni yoki просто mashinnistvo, tushundinglarmi? Mana shu nimani akkaunt tashlabdi tagida. Qarasangiz umuman publikatsiya bir narsa yo'q. Просто nima qo'yib qo'ygan, 6 soat oldin qo'yibdi uni ham. Dollar pul rasmi. Bu yerda kimdir O'zov yozish hamma biladi-da. Umuman problema emas-da. YouTube chiqdi deyapti. Bu birinchidan qimor, ikkinchidan bo'lmagan narsa-da bu, mana qarang. Qancha deyapti bu hozir? Sizga 27 million 300 ming 27 million 300 ming YouTube chiqdi deyapti. Shunga kim ishonadi? Masalan, ishonadiganlar bordir-da, shunaqa yozyapti. Mana opajon katta rahmat, pul tushibdi, tuda-suda. Короче, nimasini qarasangiz hech narsa yo'q. Kim bu o'zi? Nima u? Umuman bespantoy odamlar. Bunaqalardan ehtiyot bo'linglar. Pul tikasan, pul berasan dedimi, umuman kirib o'tirmanglar unaqa joylarga.